Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sherbexan. Bugungi videomizda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Free Fire o'yinini o'ynaymiz. Qani 50 talik kartaga tushamiz va bugun o'zbeklarning kuchini ko'rsatib top 1 olishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Obunachilar, videoga like bosing, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Yangi videolar, yangi shortslardan xabardor bo'lib turasizlar do'stlar. Qani hozir 50 talik kartaga tushib top 1 ni olamiz. Mana hozir загрузка bo'lyapti. Hali tushganimiz yo'q. Yangi kartada o'ynaymiz ekan. Wow, yangi karta uncha-munchaga chiqmaydi. 5 va poyezd ketdi do'stlar. Korolevskaya bitva. Qani ketdi poyezd. Mana yangi kartada do'stlar. Yangi karta emas endi. Noda shu boshqacha kartada, yangiroq karta. Va hozir biz chekaroq bitta shaharchaga tushamiz. Va shu yerdan asta diviziyani qilib boshlaymiz do'stlar. Mana hozir poyezddan tushyapmiz do'stlar. Samokatga gap bo'lishi mumkin emas. Samokatimizni shu samokat deb uzr do'stlar. Olovlar bilan tushamiz va mana shu yo'lga tushib lootchalarni qilib do'stlar, keyin otishmaga chiqamiz do'stlar. Hozir tushib olamiz. Mana tushdik va hozir lootlarni qilamiz. Mana shu elektron avtomat ham menga yoqadi do'stlar. Qani challenge, mana shu avtomatda o'yin tugaguncha o'ynaymiz do'stlar. Challenge ham berib ketik. Mana shu elektrli zaryadkali avtomatda orujada o'ynaymiz oxirigacha. Qani ketdik do'stlar. AK-47 ga almashtiramiz va skоворodkani olamiz. Tez yugurish uchun tangalarni yig'ib yuramiz do'stlar. Qani bunda boshladik. Biz birinchi yaxshi lootlar chiqsa olamiz. Mashina oldiga boramiz. Mana mashinaning oldiga borib, mashina ozgina katatsiya qilamiz do'stlar. Hozir buni HP-ni olish kerak. Bu uni qizil chiziqni to'ldiradi do'stlar. Ya'ni qizil chiziq nimaga kerak desangiz, jonlaringiz ketsa, jonlaringiz ketganda shu qizil chiziq minus bo'lib, jonlar HP-ga qo'shilib, HP ko'payaveradi. Mana shu event 4-ni ham olamiz. Ham lootlar chiqadi, ham qizil chizig'imiz to'ladi do'stlar. Shotgunni olamiz. Ikkinchi o'rin ekan do'stlar. O'zi odatiy shu 4dan shotgun chiqadi do'stlar. Mana hozir elektronida odam ko'rdik do'stlar. Otamiz. Mana do'stlar o'zi boshladi otishni. Biz 180 HP bilan o'ldirdik u odamni do'stlar. Hozir mashinaga o'tiramiz. Bu ana uy mashina anonsi o'zgardi do'stlar. Chiroylimi, vinili baho berib qo'yasizlar do'stlar. Tangamiz bo'lganda mana shu bunkerni ochib olib loot qilardik do'stlar. Obunachilar, boya aytganimdek videoga like bosing, obuna bo'ling, komment yozing do'stlar. Bu bizni bitta joydan otabdi. Buni uyda orqasidan otabdi, bo'ldi ko'rdim. Hozir mashina qo'yishga joy topilib, mana ko'rdim do'stlar. Hozir o'zi boshladi do'stlar, biz tegmadik va shotgun yaxshi otmadik va elektron avtomat hozir biz dabit qilamiz. Qani 78 headshot bilan dabit qildik do'stlar. Videomiz yoqsa like bosing, obuna bo'ling, boya aytganimdek do'stlar. Mana do'stlar, videomiz zerikarli bo'lib qolmayaptimi? Albatta kommentariyaga tushib yozing.
Kimga tekin preview xizmati kerak bo'lsa, opsiyaniyada lichkam bo'ladi va o'tib yozasizlar. Bizga yana mana shu yerdan hujum qilyapti mashinamiz oldidan. Adash mashinani otib berdik. Portlab ketadi va yana bitta kill qildik do'stlar. Va killimiz yana bittaga ko'payib 3 ta kill qildik do'stlar. Hozir yaxshi lootlarni, aptechkalarni olamiz. Hozir yaxshi lootlar bo'lsa olamiz. Bu sariq yonib turgan tanga bo'ladi. Hozir tangani ham olamiz. Yana biroz aylanamiz va bu sariq ham jonni to'ldirib bergach, uni ham olamiz. Va burunliklarni sozlab olamiz do'stlar va bunda ichamiz. Hozir do'stlar o'g'li ichamiz va shak beramiz. Qayda o'tab? Pasmizdan o'tab. Pasmizdan. 3 hours later. Do'stlar, ozgina momo bo'lyapti. Videomizni davom ettiramiz. Qani ket do'stlar, ovoz uchun uzr so'rayman. Har xilcha ovozlarda bugungi videoni yozib turamiz. Qani noodatiy video bo'ladi bugun do'stlar. Mana lootlarni olamiz va buni ham o'ldirdik. Boya biz oldimizga tushgan loot mana bu do'stlar. Ozgina videoda uzilish bo'lib qoldi. Hammangizdan uzr so'raymiz, lekin shu video joyida voy olovni bosib adashib. Voy do'stlar. Qani endi sariqqa kirib ko'ramiz do'stlar. Sariqdan ozijonlarni aptechkalarga to'ldirib oldik. Endi sariqqa kirib ko'ramiz. Sariq zonada odamlar bilan o'xshamiz. Shotgunni kuchaytirdik. O'qini shotgunni o'qlab olamiz va 6 ta va adashib shak beryapman do'stlar. Qani ketdi. Tangalarni yeb olamiz boya aytganimdek do'stlar. Sariq zonaga ketdik do'stlar. Hozir mana bu uyning ichini loot bo'lsa u almashtiramiz o'tliga va mana shu endi sariq zonaga kirib ko'ramiz va odamlar bormikan? Kartada hozir ko'rsatish kerak. Hozir lootlarni oldik va do'stlar qani sariq zonada 2 ta odam bor ko'rsatibdi, lekin biz yo'limizda davom etamiz. Magazindan olganimizda karta mana buni ochib lootlar qilardik do'stlar. Afsuski magazinga bormadik biz. Na kartada ko'rsatilgan. Bu ana odam. Otamiz va oldimizda bitta odam o'tabdi. Va zaryadimiz tugab qoldi avtomatimizni do'stlar. Ana stena qo'yib amallab turamiz. Bizni zaryadimiz tugab qoldi avtomatni va zaryad olib bo'ldi do'stlar. Hozir shotgunlar yaxshi berolmadik. Endi UP'da ham berolmadik do'stlar. Endi elektronnik zaryadkalikda berib kuchga harakat qilamiz va kill do'stlar. Yana bitta kill qo'shildi hisobimizga 6 ta kill bo'ldi hisobimizda do'stlar. 31 ta odam qoldi. 50 ta odamdan 31 ta odam qoldi do'stlar. Yana bittasini kill qilamiz buni. Baxti qochma qochoq va yana bitta kill. 7 ta kill bo'ldi. 29 ta odam qoldi do'stlar. Bu o'tabdi qayerdandir. Hali stenaning oldida o'tabdi ekan. Va bu qizni ham eslab qolamiz do'stlar. Bu qiz ham qochib ketdi. Yetolmaymiz. Orqasidan borishga harakat qilamiz do'stlar. Bu qiz dabit bo'lib ketgan, chunki menda loot turibdi-da. Endi yana odam izlaymiz. Va uyga ichidan bittasi chiqdi. To'xta. Nega o'q tegmayapti? To'xta. Urug'larni berishni boshlaymiz va urug' beramiz. Teparoqda beramiz va yana bitta kill, 8 ta kill bo'ldi. Obunachilar, va videomiz qiziq bo'layotgan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Mana yana videomiz davom etyapti. Va odam voho qizilni
shartdan to'shkalar ko'payib ketdi va bu devor orqasida odam bor ekan. Qaniydi avtobusdan ana shu odam otishga harakat qilib qo'yardik. Menga hozir avto yetishmaydi do'stlar. Va yana bitta tangani olamiz. Va hozir va kil qilamiz va bu yerda 3 ta odam bor. 3 ta odam bir-birini tushunyapti do'stlar. Va kil qilishga harakat qilamiz. Biz ham va qilishda olsak tez yuramiz. Aytdim odam bari shu yoqda desam, hamma odam zonaga kirishga harakat qilyapti ekan. Va oq kiyimdagini otishga harakat qilib ko'ramiz. Va oq kiyimdagi odam o'ldi do'stlar. Mana bu otdi. Meni kilim chopding. Chopdi va finalni bo'y 9 ta kil, 9 ta odam qoldi do'stlar. Hamma joy 9. Jonimiz hippamiz kam. Va u 42 hippa qoldi. Aptechka bilan jon to'ldiramiz. Oz va to'ldirdik do'stlar. Va buni ham otib ko'ramiz va kil 10 ta kil. Buni ham otamiz. To'xta, 11 ta kil, 4 ta odam qoldi do'stlar. Va bu chekkadan ham otapti. Aptechka urib olamiz, ungacha bu kelib turadi. Va otamiz do'stlar. Mana shu tomonda bitta odam. Aptechkalarni olamiz va buni kil qilishni boshlaymiz va kil do'stlar. 12 ta kil birga bir vaziyatda qoldik do'stlar. Harakatga u odamni izlab boshlaymiz va zonani ichiga kirishga harakat qilamiz. Mana shu uyda ko'ring, mana shu uyda atrofini aylanib ko'ramiz va shaglar berib ko'ramiz. Agar u odam kelsa keldi, kelmasa yo'q do'stlar. Birinchi top birda olamizmi? Ko'ramiz do'stlar. Bir kichkina zonaga kirishga harakat qilishimiz kerak, chunki bu katta zonada qolib ketishimiz mumkin. Katta zonada qolib ketsak keyin oxirgi zona ko'p jon yeyishi mumkin. Va otib ko'ramiz, shag berib ko'ramiz. Shag berib ko'raveramiz. Bizga farqi. Odam nega turibdi ekan? Baxti, yupi. Almashtir, zaryadkaliga almashtir zaryadkaliga. Voy, zaryadkaliga vaqtida almashtir olmay qoldik. Baribir biz kill qildik va to'pni bo'yaq do'stlar. Va to'p birni oldik. Do'stlar, videoni davom ettiramiz. Qani, ketdi. 1 hour later. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Sherbexon bo'ldi. Keyingi videoda Nurbek bro chiqsimi yo'qmi? Albatta kommentariyaga yozing sizlar. Like bosib, obuna bosib, komment yozing sizlar do'stlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Sherbexon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.